quvvat olmayapti. La'nat. Nima bo'ldi? Hech narsa. Men shamollab olishim kerak. Hozir kafega to'xtaymiz. Nima qilyapsan, ha? Mashinasida begona telefon yotibdi. Unda qon bor. Meni aldayapti deb o'ylaganmiding? Qayerga g'oyib bo'ldingiz? Politsiya bilan bog'lanib ma'lumot yetkazdik. Uni hibsga olishadimi? Yo'q qolgan telefon uchun, ha? Ustimdan kulyapsizmi? U yerda qon bor. Men qo'limdan kelganini qildim. Endi boshqa u yerga qaytmayman. Sen undan emas, mendan qo'rqishing kerak. Tushundingmi, iflos? Hammasiga o'zing aybdorsan. Ortiqcha yuk bilan yurishing kerak emasdi. Qamalmoqchimisan?